Man ikkinchi farzand tug'masam kerak degan videoyimga juda ham aralash kommentlar keldi. Ulardan negativlari, naverni bekorlarni 5 tasini yebsan yoki tug'ing degan kommentlarga javob olmoqchiman. Bu javobim mani boshimdan o'tgan narsalar, qanaqa tug'dim va nimalar boshimdan kechdi, o'shalarni aytib bermoqchiman. Xullas, men 34 yoshimda ona bo'ldim va 34 yoshimgacha men farzand haqida umuman o'ylamadim. Turmush o'rtog'im bilan уже 2 yil bo'ldi turmush qurganimizga va u joylarni aylanamiz, ozgina yana ko'proq yashab ko'ramiz degan xayol bilan yurgandik. Lekin O'zbekistonga borib, o'zimni tekshirtirganimda menda mioma topishdi va o'sha miomani menga xohlasang oldirib tashlaymiz, xohlasang o'sha bilan tug'sang bo'ladi. Как раз yoshing zreliy, uni olib tashlash shart emas xat bo'lish uchun dedi va bu narsa menga juda ham miyamda o'tirib qoldi. Angliyaga qaytib kelib, turmush o'rtog'imga aytdim. San bilan yo sansiz bu yil tug'aman dedim va bu turmush o'rtog'im естественно bu narsaga uncha rozi bo'lmadi, lekin vыбора ham yo'q edi. Xullas, 4 oy deganda homilador bo'ldim va 4 oy ichida homilam вроде нормально o'tdi va bu yerda o'ziga borganimda miomamni естественно bular ham ko'rishdi va meni bezovta qilgan narsa bu mioma. Ko'pincha ko'p narsa internetda izlanganimda ko'pincha miomalar agar ichkarida bo'lsa farzandliklarni boshi deformatsiya yo bu joylari unaqa yaxshi rivojlanmaydi degan informatsiyalarga duch keldim va har gal o'ziga borganimda so'rardim, normalniy rivojlanyaptimi, yaxshi o'syaptimi, yaxshi bo'lyaptimi, hech qayoqni bosib qo'ymayaptimi degan savollar bilan borardim. Lekin yo'q, hammasi yaxshi edi. Menda Angliyada bu yerda faqat 2 martami 3 marta o'ziga qiladi butun 9 oy ichida, lekin menda mioma bo'lgani uchun meni har hafta o'ziga chaqirib tekshirib turardi va hozirgacha esimda 7 oyligimda qornimda miomam, qornim cho'zilgani evaziga bittasi yorilgan va miomani ichidagi suyuqlik оказывается mishsalarni dard chaqirtar. Dard nima? U mishsani qisqarib kengayishi bo'ladimi? O'sha narsani keltiradigan suyuqlik. Men ishda o'tirgan edim, ertalab tug'aman deb o'yladim. Xullas, skoriy chaqirishdi. U skoriydan ishxonadan meni kalaskada olib chiqib ketishdi. Xat men chiqib ketganman ishxonadan yig'lab. Xullas, menga kadein berishgan. Bilsanglar, agar kadein bu eng kuchli obezbolyuющий, bu giyohvand moddalardan qilingan tabletka hisoblanadi. Men juda ham xohlamay ichgan edim, lekin og'riqlarga chidolmaganim uchun uni ichishga majbur bo'lgan edim va o'shandan keyin men ishga qaytib bora olmaganman. Uyda o'tirganman, uyda yotganman, turishim og'ir bo'lardi, yurishim og'ir. Uni ustiga o't tufagimda tosh bo'lgani uchun gormon evaziga o't tufayni og'zi kengayib, ichidagi zahari jigarimga tomgani uchun butun badanim qichirdi. Men kechasi bilan turib olib, na qizarish bor, na toshish bor, hech narsa yo'q, lekin butun badaninglar yomon qichinadi. Odamlar ikki xatligini bahona qilib mol deydi, o'shanaqa ham qilolmaganman. Men na toksikosim 3 oygacha bo'lgan, 3 oydan keyin oxirgi trimestrda bo'lgan. Xatligimda 74 kilo edim va 74 kilodan bola vesi yig'ish uchun 10-15 kilo ustiga yig'iladi. Ya'ni suv evaziga, bolani vazni evaziga badaninglar o'zi ishadi. Endi hisoblanglar, bitta bir 80 kilo bo'lishim kerak edi. 80 emas, 85-90 kilo bo'lishim kerak edi, lekin tug'ayotganimda men 74 kilodan 72 kiloda edim. Bolam ichimda, qornimda edi va juda ham qiynalib ovqat yemaganman. Vesim juda ham pastga tushib ketgan, ovqatlana olmasdim. Единственный ayollarni bahonasi maza qilib yeb, hech kim kritika qilmaydigan anaqasini, etapini ayol hayotida o'sha narsani men to'liqligicha zavqlana olmadim va boshida menga kesarva bo'lasan deyishgan, chunki bitta miomam farzand chiqadigan joyda kanalida turgan, u qiynaladi chiqishga, o'shanga sani kesarva qilamiz degan. U kesarva u qornim kengayganidan mioma surilishni boshlagan va u joy ochilgan va hozirgacha esimda borganman oxirgi o'zingga check-upimga. Ayol kishi aytgan, o'zing tug'asan degan. Men qanaqa qilib menga pas anaqa butun beremenность homilam paytida kesarva qilamiz deyishdi. Nega hozir sen o'zing tug'asan degan yig'lab yuborganman. Anaqa qilgandan menga tushuntirib ham bermagan, nimaga unaqa qo'pol juda muomala qilib tashqariga chiqib anetda yig'lagan. Men keyingi anaqamni patsientimni qabul qilishim kerak degan. Bu yerda shunaqa muomala qiladigan vrachlar ham bor va men o'zimni midwifimga telefon qilib yig'lab, "Mana shunaqa dedi menga, mana shunaqa muomala qildi" desam, u sразу главный vrach chaqirtirgan. Men u больницаga qaytib borganman. U tekshirgan, aytgan, "Vыбор beradi, bu yerda o'zingiz tanlaysiz, yo o'zingiz tug'aman deysiz, yo kesarva so'rashingiz mumkin. Kesarva bu korolevskiy rodi deyiladi bu yerda." Va men so'raganimda, shunaqa miomin surildi, xohlasang o'zing tuqqin, xohlasang kesarva qildirgin degan. Men erimga o'sha payt erimga qarasam, "O'zing tug'a qol" degan. Men o'zim tug'aman mayli deb borganman. Shu paytda bilasizlarmi, men tushunganman, agar Allohdan bir nima niyat qilsanglar, to'liqligicha qilinglar. Chunki men o'sha novosti eshitganimdan keyin, o'zim tug'arkanman degan xabar eshitganimdan keyin shunaqa duo qilardim.
Allohim agar o'zim tug'sam hayog'im yorilmasin, tezroq tuzalsin deganman va agar kesirova bo'lishim kerak bo'lsa, u ham 10 kunda bitib ketsin, ko'rmagandek bo'lib ketdi deb ikki xil niyatni bittada qilganman. Bilasiz, ishonasizlarmi? Borganman, vrach urush bergan, nimaga haligacha sani tug'dirib olishmadi, jigari bilan problema, shunaqa o'tfik bilan bo'lgan problema, zahar tomib turgan problemali homiladorlarni vazifaishi qilib tug'dirish kerak ekan. Menga o'shandan keyin vazifaishi qilishgan. Borganmiz, dardim boshlangan. Bo'ldi, o'zim tug'aman deganda 8 santimetrda уже ochilmay qolganman va bola tiqilib qolib kislorod yetmay qolgan va meni срочный kesarvaga kirib ketishgan. Ya'ni men ham o'zim tug'adigan dardni ko'rganman почти oxirigacha, chunki epiduralkani rosa yalinganman. Qilinglar desam, epiduralka qiladigan spetsialist spesialniy operatsionniyda bo'lgan, uni o'tdan olib chiqib olmagan, chunki epiduralka qilgan odam постоянно patsiyent tepasida turish kerak. Va kelgan 8 cm ochilgan edi, qilgan, lekin noto'g'ri qilgan. Men u og'riqni dalsha davom etganman sezishi. Xullas, boshqatdan qilishgandan keyin men уже o'sha paytda bolangga kislorod yetmayapti, kesarva qilishimiz kerak deb srochna kesarvaga olib kirib ketishgan va o'ta kesarvadan farzandim chiqqan. Bilasizlarmi qanaqa chiqqan? Mametta sinyak, chunki qo'limni tiqib, ikkita barmog'im anaqa, mamta ushab, ikkita qo'lni tiqib, bu yog'im menimcha tasodyorniy suyagimga urilgan, sinyak bo'lib tortib olishgan u joydan. Xullas, hozir eslasam, boshimdan nima o'tganlarini, естественно, onalik qilgisi keladi, yana chaqaloqning hidini sezgisi keladi, uni yana boqqisi keladi, ona bo'lgisi keladi, lekin bu narsalarni ham inobatga olish kerak. Qanaqa o'tdi hayotingizda, nima bo'ldi va bilasizlarmi, ikki xatligimdan tuqqunimcha 2 oy bo'lgunicha menga ona bo'lganim miyamga yetib bormagan. Esimda yurib ketyapman, xonada taqqati urgan. To'xta deganman, men shu farzandni shu dunyoga keltirdim. Men u farzandga ответственныйman. Men u farzandni butun umrga o'zimga bog'ladim deganman. Ya'ni bu sizlarni svobodniy hayotinglar, svobodniy bemalol bu joyga chiqib keta olmaysizlar. Постоянно oldinglarda bitta odamchani o'zinglar bilan o'sha odamchaga yarasha planinglarni ham tuzishinglar kerak. Ya'ni erimga men miyomamni dardi bilan 2 xat bo'lamiz dedim. 2 xatligimda miyomamni dardi bilan dard chekdim va tuqqanimdan keyin 2 oydan keyin men ona bo'ldim degan narsa miyamga осознание bo'lib keldi va meni shu farzandim meni katta proyektim. Ya'ni men bu dunyoga dostoyniy, aqlli, odobli, iymonli, e'tiqodli, здравомыслящий mentaliteti yaxshi bo'lgan bir inson yetishishni xohlayman. Men bu meni lishning o'zimni hayotim uchun mos keladigan narsa. Balki kimdir, men bu yerda yana tuqqanimdan keyin yolg'iz qolib ketdim. Meni na hozirgi yonimdagi opam bor edilar, na onam kela olganlar, na bitta o'zim poslerodavoy depressiyadan o'tib, meni erim bilan отношениям buzilib ketgan, sal qolgan o'sha depressiyani orasida bu narsani yana qaytadan boshimdan o'tkazishga men juda ham bezillaganman. O'shanga meni lishning o'zimni suguba lishning vyborim bu yana bitta farzand ko'rmaslik va buni, наверное, hurmat qilishinglarni so'rayman. Komment tashlashingizni oldin, bekorlarni 5tasini yebsan, yo bo'lmasam tug'ingga deb maslahat berishdan oldin u odamni o'zinglarni to'xtatinglar. Chunki u odamning boshidan nima o'tgan, nimalar ta'sir qilgan, nimalar bo'lganini sizlar u odam haqida bilmaysizlar va maslahatinglar, наверное, joiz bo'lmasligi ham mumkin.